Yaqinlarim, assalomu alaykum. Yana prema egasidan tayyor pashti xonadon. 233 soti, 5 xona, 2 etaj, 4 talab sanuzel xonalari bor ekan. Mirobod tumani. Shunda to'g'riga chiqasiz, o'g'ini katta yo'l. 10 tarafga yursangiz Qo'yliq bozor, bir 200 metrda Qo'yliq bozor keladi. Shunda chapga yursangiz Resiviy bozor. Mana bu yerda shunda chiqsanglar Hayot to'yxonasi, mana ko'rlar jamiyatining domlari. Ko'cha kengina. Prema egalaridan o'rtakash, dallol, makler aralashmagan. Hayron bo'lishinglar mumkin, narxini eshitib, nimaga bu bunchalik arzon deb. O'rtakash, dallol, makler aralashmagan. Sotib berganimizga 3% berasiz, 5% berasiz demaymiz. Arzimagan xizmat haqiga sotib beramiz. O'shanga ham ma'qul kelyapti. O'shanga ham arzonroq sotyaptilar. Ani o'rtakash dallol bo'lsa, kamida 10-20 ming qo'yardim, nimagaki ularga ham berishim kerak edi. Sizlarga qulay kelyapsizlar, arzimagan pulga sotilguncha reklama qilib berar ekansizlar deyapti. Mabodo siz ham srochno 2 xona, 3 xona domingizni sotib mana shunaqa uchastkali bo'lib qolgisi kelsa, bab yerga tortar odam qarigan sari, o'sha qarigan sari u domlar ham og'irlik qiladi. 3-4, ayniqsa 10-etajlar. O'shanga mana shunaqa uchastkalarni olib qo'yinglar. Mahalla zo'r, kengina. Toshkent shahar, Mirobod tumani, Bodoqshor mahallasi. Mana shu ikkita xonadonni mana shuni sotilyapti. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyalarigacha bor. Xonadonimizda fasad bo'lmagan, bir 80-90% bitgan. Prema egalardi. Mana nomerlari. Men olib tashlamoqchi edim, yo o'zimizniki, ani bir xilla hozir maklerlar ham osib ketadi. Shu yerda o'tganlar telefon qiladi, sizga ulab yorishadi, 3-4% olib o'tirishibdi. Undan ko'ra o'zingizlarnikini osib qo'yinglar. Ketdik, yaqinlarim. Xonadonimizda 4 ta sanuzel xona. Bu yerda mana yozgi oshxona. Hujjatlari hammasi joyida ekan. Pashti 2,5 soti. Tashqarida ham sanuzel xona bor. Bitta fasad qilasiz, burchakkalarni qilasiz. Podvoliga bu yerdan xod, oshxonaning tegi podvol ekan. Zo'r. Eshiklarni ham zo'r ranglaridan, ani termoplastlardan qo'yilgan. Eshik romlar hammasini plastikga qo'ygan ekanlar. Bu yo'li palovoy отопление. Ancha joylar palovoy отопление, faqat yotoqxonalar turbali qilingan ekan. Bu yo'q oshxonamiz. Tayyor. Uyimiz umumiy dom ekan. Ani distansiyadan turib ham bemalol issiq sovug'i, gaz, svet hamma yog'ini boshqaradigan qilib qilinganlar. Tomida ani solnishni tok ishlab chiqadiganlarga ham kabellarni chiqazib qo'ygan ekanlar. Bu ikkinchi mana sanuzel xonamiz. Bu yoq kattalar uchun, yo bolalar uchun yotoqxona. Zo'r, hammasini did bilan qilgan ekanlar. Bu yerda mana mehmonlar uchun mehmonxona. O'zi ham bir 5,5 metrga 4,5 metr. Bu yerda orqasida mana havo almashga hovlisi bor. Yana bemalol ko'p narsa qilsa, zo'r, patologlari bitgan. Bir 80% bitgan. Yuring, operator, tashqariga chiqamiz. Yaqinlarim, xonadonning greti 10-15 ming rasxoti borligini ham aytib qo'ya qolamiz. Bu yerda ikkinchi mehmonxona. Bu yerda balkonlarni ham ko'rsatib qo'yamiz. Xonadonimizda 2,5 soti pashti, 233, 5 ta xona. Qaranglar, patolog, malyarkalari bo'lgan, poli qolgan. Bu yerda ikkinchi etajdagi sanuzel xonamiz. Bu yerda mana kattalar uchun yotoqxona, ota-onalar uchun yotoqxona, ichida sanuzel xonalari bilan ota-onalar uchun eng zo'rlarini qilib beringlar, yaqinlarim. Bu yerda mana 3-chi общий sanuzel xonamizda общий 4 ta, hovli deyman 4 ta. Bu yerda mana bolalar uchun yotoqxona, yo kattalar uchun yotoqxona. Zo'r. Hamma yo palovoy отопленияni mana qilib, hamma aniqlarni qilib qo'yganlar. Regulyatorlarni zo'r. Bu xonadonimiz ana, Xudo xolasa egasi 150 ming so'rayotgan ekanlar. Kami bor. Ipoteka orqali variant любой yo'lga gaplashsa bo'ladi. Egasi yaxshi inson ekan. Pastda egasining nomeri, gaplashinglar.
savdolashinglar bu yog'ini. Prямо egasini nomeri, o'rtakash, dallol, makleri nomerini qo'ymayapman. O'zimning nomerim tepada. Mabodo siz 3-4 xona uyni sotib, shunaqa bir arzonroq uchastka topib berib bolam desanglar, tepada nomerlarim. Videolarni tarqatib, kimgadir shunaqa hovli nasib aylasin. Siz sababchi bo'lib qolsak, yaxshi bo'ladi, yaxshilikka. Sog' bo'linglar, o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Ketdi balkondan tushib ketdim.